tozalab qo'yasan. Agar tozalamasang jarima tortib ketaman ertaga kelib turib. Gaplaringizni eshitdim. Mayli, aqlsiz gaplaring bilan aql. Uyatli xonadon. Shu ham bir ijtimoiy tarmoqqa qo'yiladigan narsami tog'i? Shu mahalla kim bo'ldi ekan? Hozir. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mahalladan keldik. Uyatli xonadon bo'yicha, ya'ni sizning xonadoningizga. Tavba. Ijtimoiy tarmoqda narsa rostmi deyman? Mening navbatim ketdimi? Ya, bo'lishi mumkin-da. Uyingizni tozalik bo'yicha Kim rostdan kelgan-ku bu? Ya. kirsak maylimi? Kiring. Uyatli xonadon loyihasi bo'yicha sizning uyingizni tozalik bo'yicha nazorat qilishimiz kerak ekan. Bu xonadonga kim yotadi? Men yotaman. Nima bu ahvol ko'rpachani? Bu yoqqa keling ana, ko'rpachani ahvolini qarang, yirtiqligini. Agarda buni ertagacha tikib qo'ymasangiz, men sizga jarima solaman. Rostdan aytyapsizmi? Albatta, bu sizning sog'ligingiz uchun. Hojatxonangiz qayerda? Bu yoqda. Ketdik, yuring. Xo'sh, Mana hojatxona. To'g'ri? Assalomu alaykum. Bu kim? Bu ukam bo'ladi, men bilan birga yashaydi. Va bunga ham jarima solaman. Xonadonliklar tartibida turish kerakmi? Ha? Nima bu ahvol tozalanmagan, yig'ishtirilmagan, odob bilan qo'yilmagan? Bunga ham jarima uraman. Bir haftadan keyin yana kelaman uyingizga. Shoshmang. Uyingizdan kuchukning ovozi kelyaptimi? Boqaman o'zim dedim bu, ha? Bu unga ham jarima uraman. Hozir mendan ko'rasan, sen to'xtab tur-da. Menga qarang. Bir minut shu yerda turib turing-da siz, xo'p? Aha. Bobek, to'ssa. O'lib chiqdi. Yana qaytib ketsin.